Assalomu alaykum obunachilar. Mana biz Osiyoda qo'y boqish siri gruppa kanalimizni ochganimizga salkam 5 yil bo'lyapti-da, o'rta hisobda 5 yil. 5 yildan beri meni yonimda yonma-yon turib, mana shu gruppani qizitib, nima desa bo'ladi, xalqqa beminnat xizmat qilib kelayotgan adminlarimiz bor. Va bizdan chiqib ketgan adminlarimiz ham bor, oldimizda turib boshqa qilib. Bularni hammasidan Alloh rozi bo'lsin, xalqimiz uchun beminnat xizmat qilib keldi shu aka-ukalarimiz. Va 5 yildan beri yonimda yonma-yon turgan bola Usmonali. Assalomu alaykum. Usmonali haqiqiy mutaxassis bola, chorvani sohasi bo'yicha professor deb aytsak bo'laveradi. Oshirib yuboramiz Oqjon aka. Yo'q, to'g'risi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Men gruppamizga kirolmay qolsam ham, lekin men to'g'risi savollarga javob bermasam ham Usmonali sizni qilayotgan adminlarga javob berayotgan adminlarning qilgan xizmatini bilaman. Uni xalq ham biladi. Xudo xolasa mana qarab turasiz, sizga qancha odam like bosadi, boshqa bo'ladi, nimaga? Undan sezib qo'yaverasiz. Sizdan juda ham ko'pchilik minnatdor bo'lgan, qo'y kasal bo'lganda davolagansiz. Beminnat hammasi, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmat. Bizga faqat savob uchun. Savob uchun. Qolgani kerak emas. Agarda qo'ylaring kasal bo'lib, yordam kerak bo'lsa, beminnat, bemalol Osiyoda qo'y boqish siri gruppasi. Nimaga? Kommentariyaga nima lichkasini qo'yib qo'yamiz, silkasini bemalol kirib a'zo bo'laverasizlar. Usmonali kutib oladi shu yerda. Chorvalarga baraka, sog' bo'ling. Bod baraka. Bismillah. Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Hafta kuniga dushanba 30-mart, xudo xohlasa men Bishkekka bugun kechga yoki ertamatanga xudo xohlasa hozir bilet surishtiryapman, bilet olaman. Borib u yerda Baxt Hoji akam bor, eski shedevrning egasi. Hozir Frankeldi o'g'li Real degan qo'chqorda egasi, shu Hoji akamning qo'ralarida. Uni syomka qilaman. Xudo xohlasa yaxshi seleksiyasi yaxshi akamizni metroviy qo'ylari bor edi, juda ham katta qo'ylari. Shu qo'ylarni syomka qilgani boraman va xudo xohlasa yana qani bu yog'ami mana kecha qo'chqor chiqardi. Juda ham zo'q oq bo'rami degan qo'chqorlari. Juda ham chiroyli ekan. Uni ham ko'rib kechasi bilan tushlarimizga kirib chiqdi bu qo'chqor. Bu qo'chqorda ham xudo xohlasa syomka qilamiz va yana qaysi qo'chqorlarni syomka qilishimizni so'rab qolasizlar. Nasib qilsa Frankeldi o'g'li dekabrmi degan klichkasi u akamiz ham yozyapti. U akamiz bilan ham bog'lanamiz. Ertaga borsak shu qo'ralarni borib syomka qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Borib endi xudo xohlasa har bitta qo'raga borganimizda bittadan hech bo'lmasa harib o'rgan olsak ham kuzatib tursalaring videolarda sekin qiziqib borasizlar va shu narsa ma'lumotlar yig'ilib haqiqiy mutaxassis bo'lasizlar, mujassam. Videolarni o'tkazib bormanglar. Xudo xohlasa 400 mingta bo'lishimizga ham oz qoldi. Like'larni bosib qo'llab turinglar, aka-ukalar. Xudo xohlasa 400 ming bo'lgan 500 ming ham bo'lamiz, 1 million ham bo'lamiz chorva ishqibozlari. Bizni kuzatuvchilar hammasi chorva ishqibozlari, chorvani muntazam kuzatayotganlar, obunachilarimiz. Men ham erinmayman borib syomka qilishdan, sizlarga ma'lumot yetkazishdan hech qachon charchamayman. Sizlar ham qo'llab-quvvatlashda to'xtamanglar, qo'llab-quvvatlab turinglar aka-ukalar. Borlaringga shukr. Ertaga xudo xohlasa Bishkekka sayohat. Rahmat. Assalomu alaykum. Uvamizni sentrida Agrovet degan aptekamiz bor. Doim shu yerdan narsalarni olaman. Xo'jalikka kerak, bitta fermaga kerak dorilar. Oho! Obat to'ldirib yuborsizlar-ku, ha, tovarni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bir obunachilarimga tavsiya qilib qo'ying endi ko'p dorilarni. Qarang, maşallah. Assalomu alaykum. Mana Dastin bor ekan-a? Dastin bor. Immunomaktuz. Mana bu ham zo'r narsa ekan. Sut ko'paytirgani ham yaxshi ekan mana bu. Vitagro bu koreyskiy, Ha, u koreyan. Koreyskiy, yaxshi, gastrit. Foslar bor, immunobazalar bor. Ha, Toshpo'lta ota biz Vitabaza. Vitabazalar bor. Vitabaza ham yaxshi ketyaptimi? Ha, yaxshi ketyapti. Bu ham yaxshi narsa ekanda. Mashalloh, mana hamma yo'q bor. Qo'ylarga birkalar ham kelgan. Olib kelsin birkalarda. Shu birka bahor sari bundan bu yog'iga kerak bo'ladi. Mana birka. Aslida albatta bitta xo'jalikka bitta kerak olib qo'yish kerak. Bu tashqi yaralariga 3 bu
tashqi yara, masalan, ertaga har xil holatlar bo'ladi. Shilingan netganiga, qo'y junni olayotganda ham shilingan netganiga sachib qo'yish kerak aslida 3 ta. Pasha yaqinlashmaydi umuman. Aslida ikkisini ichiriladi. Aslida ichiriladi. Keyin Oximax bormi Toshbolda otaniki? Oksimax ham olib kelgandik. O'shini olib kelib qo'yiladi. Juda ham hozir qo'y junini oladi-ku. Mana aslisini. Ha, bu tuyoqli yaralariga. Qo'y junni olganda qirqib oladi-yu, ashini chachib qo'yganingiz juda ham zo'r kerak edi. Bo'ldi. Nimadan berasiz bizga Body Force'dan? Bo'ldi. Assalomu alaykum aka-ukalar. Hozirgi kunda juda ham ko'p obunachilarimizdan savol bo'lyapti. Men kasbim bor, u kasbimni to'xtatib, xudo xolasa chorva sohasiga o'taman, seleksiya yo'nalishiga o'taman deb. Aka-ukalar, bitta soha bas, yigit kishiga 40 hunar oz deydi. Bemalol boshqa sohalaringiz bo'lsa, boshqa ishlar, boshqa bizneslaringiz bo'lsa ham arajan sohasini, seleksiya sohasini bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Nimaga? Sababi uyga 15-20 ta toza qo'ydi qilib, bitta qo'chqorni qo'yib, bemalol uy sharoitiga qo'yib qo'yib, ertaman o'tini yemini tashab, kech payt kelib boshqarsa bo'ladi. Mana gapimizning isboti bitta arashanchimiz. Jahongir. Seleksioner ukamiz. Mana bu seleksioner deb yursa, Jahongirning o'zi bizneslari boshqa ekan. Demak, boshqa sohada bo'lsa ham bemalol arashan bilan shug'ullansa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, xudoga shukur bo'ladi aka. Mana bizning sohamiz ham o'zi tadbirkorlik aka. Tadbirkorlik. Bu birinchi ishimiz aka. Birinchi ish. Chorvachilik ikkinchi ishimiz aka. U ham qiziqish, ham foyda keltiradigan ish. Ham hobbi, ham o'sha biznes u ham. Biznes bu ham. Biznesga aylanib ketdi endi baribir. Arashan ham nimasi bo'la ham manfaatlik, ham foydali. Shunaqa aka. Xudoga shukur ikkalasi ham yaxshi ketyapti aka. Tavsiya qilamiz arashan qo'yib Albatta boqish. tavsiya qilamiz arashan boqishga aka. Hammaga omad. Qiziqo'ringlar. Demak, mana O'rikzorda ukam O'rikzorda, Ha, O'rikzor bozor aka. Bozorda. Kelsa maslahat beraverasiz. Ha, bemalol kelaverasiz. Bu yerda ham obunachilarim serob ekan. Yo'l qo'ying chegunimcha bir 5-6 ta joyga to'xtadim. Hamma aka-ukalarimiz qiziqar ekan. Nimasi bo'ladi? O'zlari boshqa sohasida bo'lsa ham chorva sohasini ko'rib qiziqib o'tirishibdi ekan. Aka-ukalar, qo'llab turinglar kanalimizni. Rahmat.